Hozirda birovdan bir narsa so'rashni o'zi bo'lmaydi. Ammo kichkina jussasi bilan, kichkina tanasi bilan va katta yurak bilan butun O'zbekistonga qilingan kichik bir murojaatni sizlarga taqdim etaman. Dedesiz qoldim, onasidan o'tib qolmay. Onajonim sog'ayib, shu jigarsiz ro'zi yo'q bo'lib ketsa tuzalib. Assalomu alaykum, saxovat bilan insonlar. Shoyajonimga yordam beringlar. Jigarsiz ro'z bilan kasallanib qoldim. Iltimos shu yordamlaringni iltimos bajaring. Dedesiz qoldim, onasidan o'tib qolmay. Onajonim sog'ayib, shu jigarsiz ro'zi yo'q bo'lib ketsa tuzalib. Yordam beringlar. Shu biz yurib pul yig'yapmiz. Shu bugun ertaga bozordan pul yig'ib kelamiz. Yordam beringlar shoyajonimga. Allohumma salli ala